arzonchi, optimchi qo'ychi qarar ekan deb kutib turgan aka-ukalarimiz, xudo xolasa akamizdan yashashimiz boshladik. Aka, assalomu alaykum. Siz charchamang. O'zingiz yaxshimi? Qo'llab-quvvatlab turibman. Baholasa qo'ylarni yana ishchiga suhbat. Aha. Chaqirlar. Odamdan qo'rqmaydiganlaridan ekan-da aka. 1-3 bosh so'liq qo'yimiz bor. Aha. Ikkita yaxshi urug'qa qo'chqorlarimiz bor. Urug'qa qo'chqorlar ham bor. O'zi qo'chqorlardan ham qo'yib beramiz. Joningiz. Qator ko'rsating. Ana bismillah. Aka bir qator ma'lumotini aytib o'ting endi buni. Jonivorni qarang. To'g'liq qo'zi ular. To'g'liq qo'zi. Sog'liqmi qo'chqormi? Sog'liq uchalasi. Uchalasi ham sog'liq variantidan. Hurmatli aka. 7-8 oy atrofida bo'lsa kerak. 7-8 oy atrofidagi to'g'liq. 70 bu yoqda 70 olishamiz. 70, ag'bag'i 70 ga olishaveradi, ha? Yoki 75, 70 plyus-minuskami? Mana necha deysa olishaveradi. Sport metrlar sotilmaydi. Joningiz omon bo'lsin. Savdoyingizga baraka bersin. Bichara Sinovda o'tdi. 3 kunga sinov olishaveradi uylarga. uylariga borgandan keyin 3 kunga garantiya. Ashti quloq oshi butun ekan aka. Qurvollikka boqsa ham, ehsonga so'yib olaman deysa ham et boshi yomon emas qo'ylarni. Xudo xolasa et boshi yaxshi. Yemini yeb turgan. Ozgina-ozginadan yemini yeb turgan. Qisirda endi aka bu. Xudo xolasa boqsa kam bo'lishmaydi. Badani ham yaxshi ekan akalar. Kambag'alni bu qo'ldiraman degan qo'ylarda narxi ham o'ta yo'lida. Narxi ham o'ta yo'lida. Joningiz omon bo'lsin. Qancha qo'yamiz endi aka? Qo'lda bering. Og'iz ochga ham yaqinlashib qolyapti. 38 yo'q narxda. Ha. 3,5 million so'mdan berishsa, vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabkasi bor. Barakasini bersin. 3,5 million so'mdan. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabkasi ichida. Mana jonivor. Bitta ikkitagacha aka? Bitta ikkitaga kelishamiz. Kelishiladi. Endi 5 yil qo'lib beravermasmi? Aha. Xudo xolasa qo'ylar telefon qilsa yana o'tib beraman. Telefon qilsa o'tib beriladigan joyi bor xayr sunnatiga. Qilsa o'tib beraman. Mana jonivorlar maşallah. Ikkita qashqa, burnigacha qashqa ekan. Narigisi ozgina kichkina kallasida qashqasi bor, bittasi qop-qora. Jonivor. Dumma bosh kelishgan. Sundat ham kelishgan. Qo'ylar o'zimizni mesni. Kerak borini bor yo'q. Joningiz omon bo'lsin. Savdoyingizga baraka bersin aka. Og'iz och. 3,5 million so'mdan Toshkentgacha ketaveradi. Telefon qilishsa xayr sunnatiga o'tib beraman. Xayr sunnatiga o'tib beriladigan joyi bor. Mana hurmatli aka-ukalar. 70 ag'bag'ida bular yeb-ichirlarga 3 kun garantiya, 3,5 million so'mdan. Jonivorlar qarang. Kanalimiz uchun buryapti. Joningiz omon bo'lsin. Savdoyingizga baraka bersin. Keyingi partiyalarimizni boshlayveramizmi aka? Keyingisini boshlaymiz. Akalar, ikkinchi partiyamizni ham boshlab oldik. Mana jonivorlarni qaranglar, mashalloh, ko'rib qo'z qo'ynaydigan variantidan akalar. Akalar, mana shu jaytigacha ko'rgan bo'lsalaring, bitta like-ni bosib qo'yinglar, sizlardan iltimos qilamiz, xudo xolasa akalar. Aka bir qator ma'lumotni aytib o'ting endi bularni. Ikkita sog'liq, ikkita qo'chqor. Ikkita sog'liq, ikkita qo'chqor. Bir qo'ra. Bir qo'ra. Quloqboshi but. Xudo xolasa quloqboshi but variantidan ekan. Quloqboshi but variantidan ekan, hurmatli aka-ukalar. Jonivorlar qaranglar, mashalloh. Zo'rlaridan yig'ib qo'yibsiz-da aka. Qurvolliqqa boqsa ham, naslga boqsa ham, qo'chqorlari ham bir-biridan chiraydilar. Sifatli, simbatli. Joningiz omon. Qo'ylarni yeb ichishi вообще dang. Qo'ylarni qonni ham o'zi aytdi. Mana akalar, qo'ylarni qonni ham chiqyapti. Jonivorlar qaranglar akalar, dumbasi qaranglar. Mashalloh. Ko'rsamaysan. Zo'r ekan aka. Ikkita qorasi. Aha. Sog'liq. Ikkita qorasi sog'liq. Mana bu ikkala yonma-yon turgani qo'chqor. Mana bu ikkalasi qo'chqor. Mana vajraga. Sariq bitta oq. Mana ikkalasi sog'liq, ha? Endi buni bitta-bittadan anchalik akalarimiz bo'lib olishsa, bir qora bo'lar ekan-da. Ha, bitta olishsa ham, bittadan olishsa ham sotiladi. Joningiz omon bo'lsin. Yaxshi yo'lida, eng gilamisi. Dastlabkasi qayergacha aka buni? Dastlabkasi vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Dastlabkasidan umuman ma'qul chiqmadi. Qolgan viloyatlarga ham chiqaveradi. Ha. Joningiz omon bo'lsin. Jonivorlar qaranglar, mashalloh. Aka, keling endi. Og'iz ocharga ham yaqin qolyapti. Bo'ladigan pulini tars so'ramaydigan qilib. 4 milliondan qo'ysak nima deydi? Qo'ylar arzon 4 milliondan aka. Lekin siz arzonchi olibsiz. Bo'ladigan savdosi. 100 dan emas, 200 dan o'tib beraman 3 million 800 ming so'mdan. Barakasini bersin.
3 milyon 800 ming so'mdan hurmatli aka-ukalar. Qilishsa ozmas xayriga o'tib beraman. Xayr sunnatiga o'tib beriladigan variantidan xudo xolasa. 800 ming so'mdan. Qo'chqari ham shuni ichida. Sovlig'i ham shuni ichida ketaveradi. Tanlab olsa ham shu qo'shib berishmaydi. Bitta tanlab olaman deysa ham Kelib oyog'idan tortishsa ham, telefonda ko'rib olishsa ham 3 milyon 800 ming so'mdan ketaveradi tanlab olishga. Endi turruni bir yerga olgan aka-ukamizga xayr sunnatiga chiroyli qilib bir nima o'tib beriladi. Joningiz omon bo'lsin, savdoyingizga baraka bersin. Xudo xolasa akalar. Akamiz ham harakatdan, biz ham harakatdan to'xtamayapmiz. Akamizni bitta qo'llab-quvvatlab, otangga rahmat arzimjon gazini bosib tursin, xudo xolasa akamiz. Mana shunaqa sifatlari, pul arzonlaridan chiqarishda davom etyapti akalar. Xudo xolasa zo'rlaridan bo'ldi. Ikkita qo'chqor, ikkita sovliq hoji aka mana. Qo'chqorni olaman desangiz ham, sovliqni olaman desangiz ham telefon qilavering, xudo xolasa. Telefon qilgan odamning ishi bitadi, ha? muammo qilishmasin. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa akalar. Sovliqlarni ham ko'rsatdim. Sovliqlar ham bo'ladigan sovliq ekanda. Hozir qo'chqorga dam beradi, chamta qo'chqor. Qo'chqorga dam beradigan variantida hurmatli aka-ukalar. Sovliqlari ham, qo'chqorlari ham bir-biridan chiroyli. Sifatlisi. Aka, keyingi partiyamizni boshlayveramizmi? Akalar 3-partiyamizni ham boshlab oldik. Mana jonivorni, sovliqni, gigantidan so'rayotganmidingiz? Hoji aka, siz uchun bitta topib qo'ydik jonivorni qarang, mashalloh. Aka bir qator ma'lumotni aytib o'tingchi? Sovliq. Uylari bir 90 atrofida bo'lsa kerak. 90 atrofida. Yoshi mana 8 taga chiqaryapti. 8 taga chiqaryapti. Jonivorni qarang. Qo'y qochmay qolgan subhan. Qo'y qochmay qolgan. Egalari qo'chqor bilan yurganda yo'q narsa-da subhan. Mana shu narsa deb sotamiz. Mana shu narsa deb sotiladi. Narxi yo'lida bo'g'oz bo'lsa bu qo'yni 9 million 10 millionga qidirib ham topolmaysiz dangalga. To'ppa-to'g'ri sotishmayapti ham o'zi. Ha. Mana jonivorni Xo'p, qarang. o'yladi. Yedi ishtisi вообще zo'r subhan. Aha. Sinovdan o'tgan. Yoltirmaydi. Mana jonivorni qarang, mashalloh. Yana buni o'ylanmay aka-ukalar ikkita, uchta bolasini olishaveradi, xudo xolasa. Lekin boqisi 70 kilo bu go'shtni beradi. Hozir ham 45 kilo, 40 kilo, 45 kilo yuk qiladi. Pulichi aka? Pulini qo'lda beradi. Subhan pulini 6 million deya turadi. Ha. 5 million 800 ming berasiz. Obunachilar sotiladi. 5 million 800 ming so'mga hurmatli aka-ukalar. Subhan telefon odamga o'tib beraman. O'ylanishmasin. 5 million 800 ekan, 5 million 800 ligicha qolmaydi. Xudo xolasa chiroyli qilib xayr sunnatiga o'tib beriladi. Jonivorni qarang, mashalloh. Sog'liqda yegantidan sizlarga tavsiya qilamiz akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqaringlar, kelishtirib chiroyli qilib dastavkasini qilib beramiz, xudo xolasa. Keyingi partiyamizni boshlayveramizmi aka? Akalar, 4-partiyamizni ham boshlab oldik. Sariq qo'y bo'lsin, uni ustiga ona bola bo'lsin. Bolasi qo'chqor bo'lsin degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib, sariq bo'lsin degan aka-ukalarga subhan. Ey joningiz omon. Toza arajan, mana jonivorni qarang, mashalloh. Quloqvoshi uni ustiga butun ekan cho'pon aka-ukalar. Mana qo'yni yo'qotib qo'yishmaydi-da, yo'qotib qo'ysa ham to'g'ri. Bu kraskami aka? Tabiiy ekan-a? Subhan. Mana hurmatli o'zini holi. Oxirigacha. Subhan birinchi bolasi ekan-da aka. Bolani hali kindiga tushgan yo'q, subhan. Bolani kindiga tushgan yo'q ekan, jonivorni qarang, mashalloh. Zo'ridan ekanda, mana shunaqa bizni kuzatayotgan aka-ukalarimizga qo'llab-quvvatlab, like bosib turgan aka-ukalarimizga kamida mana shunaqasidan nasib qilsin deymiz, hurmatli aka-ukalar. Jonivorni qarang. Bolasi qo'chqor-a? Qo'chqor devordim. Mashalloh. Bolasini ham o'shancha, bolasi ham o'zi tumshug'iga yetib boryapti-ku-la. Qulog'ini. Qo'chqor. Bolani yuzini ham deb ko'rsatdi. Mana qaranglar akalar, o'zi quloq tumshuqqa boryapti. Jonivorni qarang. Subhan birinchi tug'ishiga yena bola. Birinchi qarang, yena bola. Xotirjam o'ylanmay, mehribon ekan subhan. O'ta mehribon. Men degan odamlar mulkasa suti bor. Joningiz omon bo'lsin. Mana jonivorni qarang, mashalloh. Bolasi ham zo'r, onasi ham zo'r. Uni ustiga onasi birinchi bolasi ekan yonidagi egalar. Yeb ichish sog'lik salomatligi sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tdi subhan. Aha. Dastlabkasi qayergacha endi bu? Dastlabkasi vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Toshkentgacha. Joningiz omon bo'lsin. Qolsa telefon qilsa ishlarni bitiramiz. Telefon qilgan odamni ishini bitiramiz inshaalloh aka. Subhan. Qo'ydimda bir qator ko'rsatdim-da. Tug'uban dumbasini yo'qotmaganda. Mana aka. Yetini ham yo'qotmagan. Rakida dumba deb qo'yishadi ko'pchilik aka-ukalarimiz. Aha.
Canavarlar maşallah. Bu da yuvaş canavar. Maşallah. Zo'r ekan haqiqat endi. Endi bitta narxini eshitaylik endi. Supan narximi? Ha. Bo'ldi bering. Narxi endi supan kimdir $1000, kimdir $1,500 deyapti. Aha. Kimdir 10 million deyapti. Supan bizda anaqa narxi yo'q supan. Bizni kanalimizda dollarga ham qo'yilmaydi. Biz so'mda sotamiz supan. Aha. Mana bunga 8 million 300 ming so'm berishsa, telefon qilishda Toshkentgacha yetkazib beramiz. Barakasini bersin. To'yda damlab turishsa yetib boramiz. Ko'pchilik damlab Azamjon uka ana bilan jo'natib yubordisa, Xohlasa supan o'g'il odam baraka topadi. Bola bir 5-6 kunlik bag'ida supan. Bolani hali kindagi tushunadi supan. mana jonivorlar. Xohlasa supan bir 2-3 oy boqsa bolasidan chiqib ketadi. Universitet tekinga qoladi. Mana hurmatli aka-ukalar. Qo'chqorlari bor supan, urug'qa. Urug'qa. Bir jup 2 dona qo'chqor. Mana shuni qo'chqorlar. Ha, toza qarashar liniyani qo'chqorlar. Liniyalisidan. Mana hurmatli aka-ukalar 8 million 300 ming so'm. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa 8,5 million qo'ymoqchi edi. Lekin 200 ming so'm sizning kanalingiz uchun bonus bo'ldi. Telefon qilishsa yana o'tib beramiz. yana o'tib beriladi, xudo xolasa chiroyli qilaman. Mana hurmatli aka, yana bir narsani eshitib qoldim. O'tgan videoyimizdagi bo'g'oz qo'yimiz tug'ib qo'yibdi deb eshitdim. O'zim video oldim va Aha. bas, videoni boshida joylab ketdim. Bugun ketdi Usmon. Bugun jo'natib yuborildi, xudo xolasa. Aka oluvdilar shikri adashmasam. Aha. Telefon qilib aka shunaqa bir hijolatchilik bo'lib qoldi, tug'ib qo'ydi desak. U odam ham hozir o'ziga ishonmay turibdi. Tug'ib qo'yganmisiz bola jo'natmaydi deyishayotgandir. Endi balkim ishonishar, balkim Kelishilgan narxga ketdimi? kelishilgan narxda ketdi Usmon. Endi Aha. o'sha kuni jo'natib olganimiz ham bo'lardi Usmon. Bolasi endi yangi tug'ilgan. Nova to'p qolmasin deb 2 kun turdi uyimizda. Aha. Hem hashagini berib qo'ydi. Mana bugun ketdi. Xudo xolasa aka, ko'rsangiz achib qo'ydim. Men oldim kommentariyaga o'zingizni fikringizni bildirib bittadan like tirs joylab qo'ying aka. Xudo xolasa bundan keyin ham Aka, sir bo'lmasa nech pulga beradingiz? 5 million 800 mingga qo'ydik Yusuf. Aha. 5 million 600 mingga berdik. Baraka bo'ladi. 600 mingga bolasi qo'chqor ketdi. Bolasi qo'chqor. Ha. Men gruppamda ko'rib qoldim, Simjon aka. Ha. Simjon aka, xudo xolasa akalar, men gruppamda Saroy Optim Uz degan Telegram gruppamiz bor. O'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa sotilayotgan qo'ylar, sifatli qo'ylar, YouTube'ga chiqmagan qo'ylarni zo'rlari Telegramda ham chiqyapti, xudo xolasa. Omadi bor ekanda, haligi. Uni ustiga qo'chqordek. Boshidan o'zi omad kelyapti akaga. Joningiz amamiz. Qiz bosib qo'ying aka. Mana hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa tavsiya qilamiz zo'ridan akalar. Xudo xolasa telefon qilsalaring yana xayr sunnatiga. Toza arasha. Liniyasi bor qo'ylar. Liniyasi boridan xudo xolasa navbatdagi partiyamizga urug'liqqa bir jup qo'chqorimiz bor dedi akamiz. Xudo xolasa bir jup qo'chqorga navbatda beraveramiz aka. Hoji aka, mashaytigacha kuzatib bitta laykni bosib qo'ying. Mana urug'liqqa oq yuzli, oq quloq jonivorni qizilidan liniyasi boridan, ha? Xudo xolasa. Ikkalasini ham liniyasi bor. Xudo xolasa qo'ylarim Jonivorni qaranglar, stoykasini qaranglar. Stoykasini ko'rib men maza qildim. Jonivorni qarang. Bitta ayda borincha aka, jonivorni qaranglar. Mashalloh. Jonivorlarda supa orqasini ham bir ko'rsatdim. Oldini maqtadimiz. Orqasini ham gapiradi. Mana dumba, ayri dumba. Uni ustiga akalar oxirigacha kelgan ekan dumba razresi. Monasi Rakida dumbasidan ekan. Rakida dumba Globus dumbasidan ekan. Jonivorni qarang. Qo'ylar bir 10-11 oylik qo'zi. 10-11 oylik qo'zi. Aha. Shakka chiqmagan. Hali shakka bu tish buzmagan. Bo'ylari 80 ni ustida, 80-85 chiqadi subhan. Ha? Bo'lib boqib naslini olaman degan ishqiboz odamlarga sotiladi subhan. Xudo xolasa naslini olaman degan aka-ukalarimizga sotiladigan variantidan aka-ukalar. Jonivorlar qaranglar, mashalloh. Zo'rlaridan yig'ibsiz aka. Umringiz uzoq bo'lsin. Barakasini bersin, xudo xolasa. Olganga ham, sotganga ham avvalo. Mana jonivorlar qaranglar, mashalloh. Bitta endi o'sha bir ko'rsataylik endi. Bir etlarini ham. Jonivor qaranglar. O'zini stoykasini qaranglar akalar. Turishini, jonivorni mashalloh. Ko'rib qo'z qo'naydigan variantidan. Mana akalar. Bunaqa sifatli zo'rlar akalar. Faqat Saroy Optimda. Agar bunisilarni bir ko'rsatib qo'yim. Jonivor qaranglar. Mana. Bu oq yuz. Oq yuz. 500 dollar bo'lsa kerak. 500 dollar bo'lsa kerak. Mana Mana akalar. Qo'zi.
Yuzini o'zi-da subhan. Ishlashlari yaxshimi aka? Ishlashlari yaxshi ekan subhan. Mana oyoq kengliklarini ham qarab qo'yinglar akalar. Stakan tuyoqlardan va ko'hralarni ham ko'rsatib berishchi aka. Mana akalar oldi ham o'ta keng. Mana qo'chqor dishqozlariga o'zi gapirish foydasi yo'q. O'zlari bilishadi o'zi. Mana buni ham oyoq kengliklari o'ta chiroyli. Jonivorni qarang. Rakita dumbasi, nima qiynalmaydi. Oyoq kenglik hamma yoqqa kelgan ekan. Qo'yga ishlashi zo'r, xudo xolasa. Xudo xolasa yo'q, zo'r uyaltirmaydi. Ikkalasi ham bir qo'ra, suzishmaydi, urushmaydi. Suzishmaydi ham, urushmaydi ham. Ikkovi bir jup. Bir yerda yurgan ekan. Mana kalla garbonist qarang Toza akalar. qirg'izni qo'yish. Xudo xolasa toza qirg'izni qo'yi. Joningiz omon bo'lsin. Jonivor. Garantiyasi bor. Bu ham dumba. Ayri dumba, haligi rakita dumba deb qo'yishadimi aka? Qo'ylardim-da, haligi suyagini ham ko'rsatdim obunachilarimizga. Akalar suyak ham Yechga qiltirib qo'ylardan emas, suyagi baquvvat qo'ylardan. Subhan bu qo'ylar hali yelka bilan o'zi ko'tam teng ekan aka. Mana uniki chiq balandroqmi? Menga o'shaq ko'rinyapti. uni kisal bilan aytiraman. Subhan Aha. ular hali shakka chiqmagan. Bu shakka chiqquncha ham o'zi 1 metrga borib qoladi. O'zi 80-85 oshroq. Aha. Endi ko'z taxminda. Ko'z taxminga. Endi akamiz bizni birinchi kuzatayotgan aka-ukalarimiz bilishadi. Metrlab sotishni. Ko'rsatingda uncha haligi qo'ylarda yo'q. Bunaqa tuyoqlarda Subhan. Mana akalar. Salkam mol tuyog'i desangiz bo'laveradi-da, Subhan. Mol tuyog'i lob bo'lib ketadi, lekin Mana oyoqlari ham o'ta baquvvat. Tuyog'i ham bunday bo'lmaydi-da, Subhan. Yo'g'on. Buniki ham yo'g'on ekan. O'zi tulab cho'radigan varianti ekanda mana akalar. O'zi jonivor dumbasidan, yelkasidan tulab, dumbasidan ham o'zi tulashga kelib qoldi. aha, xudo xolasa tulashga kelib qolibdi. Mana jonivorni ham qaranglar. Quloqda ozginadan ini bor ekan akalar. Endi bor Subhan. Yeb ichish sog'lik salomatligini sinovdan o'tdi, xudo xolasa aka. 3 kunga garantiyasi bor. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi Subhan. Baraka topadi, xudo xolasa. Bitta narxini eshitamiz menda aka. Subhan narxini Birinchi qiziqtiradigan yeri dastlabkasi qaygacha aka? dastlabkasi Toshkentgacha Subhan. Toshkentgacha ketaveradi bular ham. Toshkentgacha ketaveradi Subhan. Xudo xolasa birinchi vodiylik akalarimiz o'zi olib qolsa kerak-a buni. Avvalo nasib. Pulchi endi aka. Subhan pulimi? Ha. Pulni bering. Jupiga Subhan. Ha. Donasiga ko'ryapti Subhan. 800 ming, 1200 endi holatiga qarab gapirishyapti-da Subhan. So'mda sotamiz. Subhan qo'ylarni bitta ko'rsatmadim. Subhan jupiga ishqiboz bo'lgan odamlar bor. Jupiga olishsa 15 million so'm berishadi, vodiy bo'ylab Toshkentga yetib boradi. Barakasini bersin. Yakkalabgacha aka shaytiga ham aytib ketamizmi? Yakkalabga kelishamiz. Kelishiladi. Jupiga 7,5 million so'mdan 15 million Subhan. Menga monosini jo'nat deganlarga uni kelishamiz. Endi pilisi bor. Plus minusi bo'ladi Subhan. Milisi bo'ladi. Mana aka jonivorlar qaraydi, mashalloh. Xudo xolasa akalar jupiga 15 million so'm, hurmatli aka-ukalar. Mana. So'roy Optum kanali va o'sha sizlar tanigan Arzamjon arzonchi akamiz qo'ylarni zo'ridan sizlarga sifatlisidan, puli arzonlaridan, urug'liqqami, ona bola deysizlarmi? Qo'y qilib olaman o'zimizni mesni deganlarga ham tavsiya qilanaman. Ha. Mana shu kanalni ko'rib telefon qilishsa 14,5 millionga borib beraman. Undan kamiga endi telefon qilib gaplashamiz. Barakasini. 14,5 millionga Toshkentgacha 500 ming o'tyapsizmi o'zi? 500 ming o'tib beraman. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa akalar, mana jonivorlarni urug'qa so'ragan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz jonivorlarni. Mashalloh. Bu 800 dollar, 1000 dollar esa qo'y ko'taraveradi Subhan. Aha. Aka ozda baraka Subhan. Topa to'g'ri. Sizdan olgan odam ham xursand bo'lib bitta duo